Viloyat musiqali drama teatrida Turon maktab teatr tanlovining hududiy bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalar o'zaro bellashib, iste'dodlarini namoyish etishdi. Nurafshon san'at saroyida respublikamizning har bir hududidan kelgan iqtidor maktab ansambli tanlovi ishtirokchilarining chiqishlari yurtimizning taniqli san'at ustalari tomonidan baholab borildi. Turon maktab teatri hamda iqtidor maktab ansambli ishtirokchilarining Samarqand shahridagi tarixiy obidalarga sayohati uyushtirildi. O'tayotgan haftada umumta'lim maktablarining 10-11 sinf o'quvchilari o'rtasida 15 ta fandan viloyat hokimi olimpiadasi bo'lib o'tdi. Samarqand temir yo'l vokzalida Turon maktab teatri tanlovi hamda iqtidor maktab ansambli tanlovi ishtirokchilarini tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda viloyat hokimligi, viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi mas'ullari hamda tuman mas'ullari jam bo'lishdi. Unda viloyat hokimi o'rinbosari Husan To'xtayev so'zga chiqib, barcha jamoalarni qutladi. Dasturga ko'ra, tanlov doirasida ishtirokchilarning Samarqand shahridagi tarixiy obidalarga sayohati rejalashtirilgan. Samarqand shahridagi Registon maydonida Turon maktab teatri hamda iqtidor maktab ansambli respublika tanlovlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirni Maktabgacha va maktab ta'lim vaziri o'rinbosari Farhod Boqiyev ochib berib, keyingi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, yoshlar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida gapirar ekan, yoshlarimiz bu imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'qib izlanishlari lozimligini ta'kidladi. Shuningdek, tadbirda viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov so'zga chiqib, barcha ishtirokchilarga omad tiladi. Hammalaringizga g'oliblik hamisha yor bo'lsin, omad yor bo'lsin, kelajakdagi ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Tadbir doirasida ishtirokchilarga Samarqand tarixiga oid lazerli shou namoyish etildi. Viloyat musiqali drama teatrida Turon maktab teatrining hududiy bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalar o'zaro bellashib, iste'dodlarini namoyish qilishdi. Turon maktab teatr tanlovining yakuniy respublika bosqichida umumta'lim maktablarining 6-11 sinf o'quvchilaridan iborat jamoalar o'z maktablarini teatrlashtirilgan holda tanishtirish hamda 5 ta teatr san'atiga oid savolga javob berish va teatr ibratxona shartida ma'lum bir asar asosida kichik sahna spektaklini namoyish etishdi. Murosasiz bellashuvlardan so'ng Toshkent shahar Shayxontohur tumanidagi 169-maktabning Yangi O'zbekiston jadidlari jamoasi ushbu shartlarni eng yaxshi bajargan jamoa deb topildi. Ular Turkiyaga ta'lim sayohatini amalga oshirish uchun yo'llanmani qo'lga kiritdi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidagi 39-umumiy o'rta ta'lim maktabining Yangi yulduzlar jamoasi 2-chi, Buxoro viloyati Kogon shahridagi 3-umumiy o'rta ta'lim maktabining Elegant jamoasi 3-o'ringa munosib deb topildi. G'oliblar Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Samarqand shahridagi Nurafshon san'at saroyida respublikamizning turli hududlaridan kelgan iqtidor maktab ansambli ishtirokchilarining chiqishlari yurtimizning taniqli san'at ustalari tomonidan baholab borildi. O'quvchi yoshlarning milliy cholg'u san'atiga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga xizmat qiluvchi mazkur tanlovda mamlakatimizning barcha hududlaridan kelgan 6-10 sinf o'quvchilaridan iborat 14 ta jamoa ishtirok etishdi. Jarayonlar O'zbekiston Respublikasi xalq artisti va xizmat ko'rsatgan artistlardan iborat san'atkorlar tomonidan baholab borildi. Mazkur tanlovda 1-o'rin Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi 46-maktabning yosh havaskorlar jamoasiga nasib etdi. Nizomga muvofiq tanlov g'oliblariga Ozarbayjon Respublikasiga ta'lim sayohati uchun yo'llanma berildi. Keyingi sovrinli o'rinlar Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridagi 11-idumning san'at g'unchalari va Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidagi 10-umumiy o'rta ta'lim maktabining Shodiyona jamoalariga nasib etdi. Maktab o'quvchilari ishtirokida tashkil etilgan nufuzli tanlov hamda san'at va madaniyat bayrami doirasida ishtirokchilarning Samarqand shahridagi tarixiy obidalarga sayohati uyushtirildi.
tashkilotchilariga faqat rahmat aytib qolaman. Turon maktab teatrining asosiy maqsadi biz yoshlarni birlashtirish bo'lgan edi va biz yoshlar birlashdik, ko'plab do'stlar orttirdik, birga sayr qildik, juda ham tarixiy obidalar haqida o'rgandik, ma'lumot oldik. O'tayotgan haftada Samarqandda viloyat hokimi olimpiadasining viloyat bosqichi o'tkazildi. Yangi O'zbekiston yoshlar mamlakati shiori ostida yoshlar festivali doirasida tashkil etilgan ushbu olimpiadaga tuman shaharlaridan iqtidorli 10-11 sinf o'quvchilari jalb qilingan. Jarayonlar viloyatdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida tashkil etildi. Har bir oliy ta'lim muassasasi o'zlari biriktirgan fanlar bo'yicha o'quvchilarning bilimini sinovdan o'tkazdi. Masalan, O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti ona tili va adabiyoti, o'zbek tili fanlaridan, Samarqand davlat tibbiyot instituti kimyo fanidan, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti matematika fanidan, Samarqand davlat veterinariya va chorvachilik biotexnologiyalar universiteti biologiya fanidan, Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ingliz tili fanidan, Samarqand davlat universiteti davlat huquqi asoslari tojik tili va adabiyoti fanidan, Samarqand davlat arxitektura va qurilish universiteti fizika fanlaridan o'quvchilarni imtihon qildi. Ushbu olimpiadada tuman shahar bosqichlarida g'olib bo'lgan 1174 nafar o'quvchilar ishtirok etishdi. G'oliblar tashkilotchilar tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi.